Mana shu ko'rib turgan liniyalar sutkasiga $150 foyda olib kelar ekan. Mana shunaqa bo'sh joylar bo'ladigan bo'lsa, shunaqa liniya o'rnatasizlar, sutkasiga $150 soqqani bosib olasizlar. Aka, bu qanaqa liniya bo'ladi? Xo'p, aka, bu gazoblok ishlab chiqarish pol avtomat liniyasi bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda rastor tayyorlanib, gazoblok quyadi. Mashina olib kelib turib, relsda avtomat reskada avtomatik kesib, bu yoqqa so'shilga chiqarib beradi. Bu yerda quriydi va bu tomonda sotuvga chiqarsa bo'ladi. Bu yoqda shunday quriydi, shu yonidan olib turib, bu yoqqa taxlab, shu sotuvga chiqarsa bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Qarang, bu ruchnoy reskasi. Bu avtomat reska. Bu avtomat reska farqini ko'rishingiz mumkin. Bu haligi avtoklamli gazobloyga o'xshab zo'r kesilar ekan. Endi ruchnoyni ham kesib ko'rishibdi, farqini ko'rsatish uchun. Qaranglar, bu gazobloydan necha pul foyda qoladi? Gazobloydan aka, mashina liniyadan kuniga $150 topsa bo'ladi. Donasidan 4000, 5000 minimum topsa bo'ladi. Kelgan gazobloy liniyalar hozir gazobloy sexlar juda o'chirat. Ya'ni hozir bu Andijonda Buloqboshi tumaniga o'rnatilgan. Aka, butun SNG davlatlari bo'ylab gazobloy biznesini xohlagan uslubda $1,500 bilan boshlasa bo'ladi kichkina uyda. $1,500 dan $30,000 gacha qilib bera olamiz. Shunaqa liniya qilib, avtomat liniya qilib berish oladi. Jahongir aka Namangandan o'tgan safar ham birga ishladik. Ishonchli odam, aloqa etsangiz sizlarga chiroyli qilib liniyalarni o'rnatib, o'rgatib qo'yasiz. Xudo xolasa, hamma yo'qni full o'rgatib qo'yamiz. Gap yo'q. Telefon raqamlar pastda, keyin qatorda like bosib qo'yishni unutmanglar. Sizlarga like bossanglar pul olmaydi sizlardan. Bizga pul kelmaydi, faqat videolarimiz ko'pchilikka yetib boradi. Va shunaqa kichik biznes izlab yurgan do'stlarga video jo'natib qo'yinglar.